Balkam 100 kilometr yurib, Namangan viloyati Yangi Namangan tumaniga keldim. Bu yerda kelishimiz sababi 2018 yo 19 adashmayotgan bo'lsam hozir so'rayman. 200 kiloni tevasida qo'chqonlarda mana shu yerda video qilinadi-da. Mana shu yerda video qilinadi, ko'rsatuvdi. Zohid aka degan akamiz bor edi, yoshi kattaroq akamiz. Mutaxassis bu vistipkalarda ham gaplashgan edik. Shu akamizdan bir ma'lumot olgani keldim. Yuringlar qani qo'ylar baqyapti. Hozir mana obunachilarimga ham tanishtirib o'tdim. Namangan viloyati Yangi Namangan tumani ekanda. Men Zohid aka o'zingiz to'g'ri bir o'z ma'lumot bering. Shu videoni ko'rib turib keldik hozir mana. 2018-yil 24-yil sentyabrda adashmadingiz. Baron mana shu yerda o'sha liniya bo'yicha o'sha bunday liniya bo'lgan emas. Baron degan qo'chqorni o'sha meniki edi. Ikki tishli holatda 192 kilo edi. Voy malades. Esingizda bo'lsa, Gulliver chiqqanda haliga. Maşallah. Quvonch Mixtabayev qo'ylari. 2018 da chiqqanda shunda. O'shanda Qirg'izistonda bilan olib ketib ketishganda, men kelishgan, ishonmay kelishgan. Botir kommentator Botirjon degan bola bordi. Shu bilan birga kelib, ko'rib, qo'chqorni ko'rgani kelishgan shunda. Immindan ishonishmagan. 192 kilo ikki tishligiga. Ishonch hosil kelib turib mana shunaqa bo'lganicha bor. O'zini spetsial parvozlarga tortib, gap yo'q deb ketishgan. Unda bunaqa emas. Hozirgi holatda men ancha havas qildim. Yoshlarimiz ancha ulg'aydi. Ulg'ayib ancha anaqa seleksiya oldiga yuryapti. Vash yurib ketdi. Yuryapti. Naki 2021-yil bilan ko'rishdi u yerda, Toshkentda. To'g'ri. Bir qo'yingiz bor ekan, shunga ishqoz bo'ladi. Domar qo'chqorimiz. Endi mana shu yerda hozir biz bo'yicha kolleksiyaga tayyorlab qildik. Shu qo'yinimiz nomlari endi nom qo'yilmagan bunga to'g'risi. Endi Zohid aka nima desa bo'ladi? Sizni oldingizga kelishimizdan sabab jichcha bo'lsa ham bitta ikkita ma'lumotlarni berasiz, kerakli ma'lumotni tomosha qilib turgan muxlislar o'zi oladi. Haligi, mana shu yerda adashyapman ekanman deb turib oladi-da, to'g'rimi Hoji aka? Mana shuni sekin olamiz sizdan. Hozir shu 192 kilolik Baron degan qo'chqoringiz. Qayerda tug'ilgan edi? Qirg'izistondan olib kelganman. Uni ham Qirg'izistondan olib kelgansiz. Biz O'zganda qarindoshlarimiz bor. O'zganda. 7 oylik qo'zilikda olib kelganman o'shanda. Olib kelingan. O'zim 1 yil tarbiya qilib, 1 yilda o'sha rov tarbiya qildim. Shu qo'ylardan uzib, vobshe kuchayib ketdi-da, katta bo'ldi. Katta kuchayib ketdi, o'zi quloqlari ham, garbanoslar ham juda shuni harakat qildim. Mana shu qo'yga o'xshamak shularni olib keldim. Shuni ham Qirg'izistondan. Buni ham olib keldingiz. Buni ham olib kelganman. Ana o'zi ag'dagi qo'radagidan. U qo'chqoringizdan bolalari qolganmi? Yo'q, Barondan qolmagan naslisi bor. Yo'q ketdi, oradan 8 yil o'tdi endi. Mana endi izlanmadim to'g'risi. Ashida va shu men to'g'risi kelishim sababi shu Baron degan qo'chqorda irg'ochilarini, qo'chqonlarini tushirgan bo'lsa, bir qo'ra qo'yib bo'lgan bo'lsa kerak deb keldim-da men endi hozir. Yo'q, uni bor. Hozir holatda bor. Mana qorani ko'rsangiz aydan bor. Mashina totib ketishi bor mashina o'sha. Figuralari. Figuralari ko'p ya o'shanda. Qani endi to'xtang. Qo'chqor tanlashda nimalarga e'tibor berasiz bitta ko'ramiz. Mana shuni ham olib keldingiz-a? Bo'ldi, mashina olib kelganman. O'shani hozir rosa 1 yil bo'ldi olganimga. Unda 2 tishida. Bu 4 tish bo'ldimi? 4 ga chiqardi. Xudo xolasa bu oyoqlarga e'tibor bering, orqa kassiyalariga, mana orqa stoykalariga, oldi to'shlarni, Sherxon aka, oldi to'shlarni qarang, mana qo'ltiq hozir bir qarashdan kam bo'lishi kerak emas. Biz ustoshni o'rgatganlar. Pasti to'shi. To'sh, mana shu yerga e'tibor berish kerak. Mana shu bir qarashdan kam bo'lmasligi kerak mana shu. Mana ingichka bo'lmasligi kerak. Baqa qaynab chiqqan, u haqiqiy qasd zot anaqasini oldi-da endi. Figurasiga shunga e'tibor beriladi. Mana shunga e'tibor berish kerak aslida. Orqa oyoqlari ham tekis ekan-a. Kengligi razrez hammasi joyida. Joyida. Necha kilo dedingiz buni hozir? Hozir 173 kilo. 173 kilo. Mana demak, bularni olib kelib Hisori qo'ylarim bor qo'yaman dedingiz. To'g'rimi Zohid aka? Qo'yaman. Buni faqat biladan seleksiya bola olish maqsad. Yo'g'onlashtirish. Yanada yo'g'onlaydi-da. O'ssa ozgina o'sadi, uni yo'g'onlab ketadi. Qon almashtirish deydi. Qon almashtirish. Aslida shu qon almashtirish bu hozir yana ko'rsatib qo'yaman, bor. Qo'chqorlarning yaxshisi bor. Bor-a? Mana shu o'zingiz aytganda qo'chqorni mana shu yelkasiga e'tibor berish kerak, kengligiga. Men shuni aytdim-da Zohid aka, qarang. Mana ko'pchilik nima qilib makka ushlab turasiz endi. Mana u bilan mana orqa bilan mana shu 25 sm bo'lish kerak mana shu. Mana yelkani qaraman, yelka. Yelkani holati o'ta yo'g'onligi, bo'yinga bir. Mana bilan men bir xil. Bir xilda, Ko'p ashtaga e'tibor berish kerak. Dumman tikkaligi ham deng. Tikkaligi ham nihoyatda o'z tobida-da. Xudo xolasa bulardan tayyor vatanga.
Ha. Hozir mana xudo xohlasa o'zingiz ham yordam berasiz, xudo sog'lig'ini topshib berishga. Ha, albatta oyoq Qonni qo'li almashtirib bir chiroyli maqsad. Buni bolalarni ko'rsatib qo'yaman. Bolalari ham bor. ko'rsatamiz Ha? ha. Qani ketdik. Zohid aka, bu hozirgi Qo'chqorni O'shani erkak qo'zisi. erkak o'zini tishini ko'rsatib qo'ying Alisherxon. Ha. Qo'zi hali. Ha, hali qo'zi ekan. 9 oylik qo'zi mana shu. Bu ham haqiqatdan ham mana qarang, hozirgi otasiga o'xshab to'shlari chiqqanda To'shlar chiqqan qaynab o'shani qultiq orasi kengina. Orqa dumbalar razrezdan bir ag'dan aylanib ko'rsangiz ham yelkalarini ko'rib. Yelka ham bir xilda Bir ekanda, xilda ha? shu otani o'zi ha. Shuni Oyoq kengligi. oyoq stoki ponna shablon. Hamma yo'g'i bir xilda, qo'zi hali. Qo'zi hali 10 oylik qo'zi. 10 oyga to'lmagan. Mana chesida yozib qo'yganman. Endi hozir matkalarni tayyorlab, bularni bolasini Maqsad seleksiya o'lish bolasini. seleksiyani boshlash ekanda Boshlash. endi, ha? Ha, boshlashni endi Zohid aka siz qilishingiz kerak. Nimaga? 28 ish boshlagansan, Ha. katta polni pensiyaga chiqdi, endi Endi. katta shuni. Ha, endi Zohid aka yurgizing aka. Inshaalloh. To'g'risida. Xudo xolasa. Mana Qo'chqor nimasi garbonosi ham zo'r ekan. Zo'r, o'ta. Bu hali yana chiqadi mana bu. Chiqadi? Ishib ketadi, ha, ishib ketadi bu. Mana Siz shunday bo'lib ko'p ketadi. joy aylanib yursiz Bu bilasiz. tish buzgan yo'q-da hali. Yo'q, mana kuddingiz. Bu hali mashinada bo'lib ketadi hali, qarab turasizlar. O'shanga attingizga to'xtatib bir seleksiya qilib bolasini olib undan yana cho'ziladi bo'yiga. Ha. Shuni menga yetishtirib katta qilib 1 yil ushlab bersangiz, mana shunga chiqqanda o'zim tomosha qilgaman dengiz uchun o'sha yig'dim. Voy Mana mashalloh. shunaqadan bir 10 tacha yig'dim, xudo xolasa. Imni o'sha yerdan olib kelganman. O'g'aylarim bor edi. Ha. Janish degan o'g'aynim, Janish Beyda o'g'aynim bor. Ha. Janish Bey. Ha. Shu bola endi borsak, o'sha katta anaqalarga olib kirib irinmay ko'rsatadi. Qo'rqchilik bilanchi Zohid aka, bo'rdoqchilik bilan. Bordoqchilik bilan alohida mana ko'rsataman, olib chiqib bilan ketadi. Ha, bo'rdoqchilik ham shug'ullanyapti. U ham bor. U ham ikkov birga yonma-yon ketyapti. Yonma-yon ketyapti. Biz masalan mashinadan bu jiyan shogirdlarga beraman. Menning sog'liq Xudo ko'paytiramiz. Bu shunda ko'p, bu shunga beraman. Shulardan bir seleksiyani bir tomosha qilgan yana kelasiz, xudo xohlasa. Ketdi, ko'ramiz ha. Ha. Ajoyib bu, ha, bu Zohid aka bu. Bo'ydan birinchi o'rinda olaman deyapsiz aka shekilli. Точно. Bo'yi bir. Bir uradi ha. Tishi. In tasha bir dona. Alishar ko'rsatdim. Ha, endi ikki tishga o'tdi. Yo'q, bir tishga endi tashladi, mana endi buzdi. Mana. Ha, endi Chiqargani ham yo'q. Tish tashladi xolos u. Bo'y zo'r ekan ama. Endi orqa so'kalarni, badaqalarni ham ko'ring, bir dumbalarni kelishgan holatini, qallarini ko'tarib. Buni ham qo'yga qo'shasiz shi. Bu ham Sori qo'ylarga. soriga qo'y. Mana shu Alisherxonni matkalari o'ta menga yoqqani bor, o'shanga bir 20 tani olaveradi, 25 tani, ha? Zohidjon. Ha, bemalol, bemalol. Buni kelishgan holati hamki, qanaqa? Mana tumshuqlarni, anaqalarni bir ko'rsangiz, haligi burunlarni, quloqlari ham o'ta go'zal. Ana shu 6 tani olib keldim o'sha yerdan. 6 ta Qo'chqor. 6 ta qo'chqorning bitta ikkitasini ko'rdingiz hozir. Ha. Zo'r. Bitta borib o'ta go'zal ko'rasiz, 24. Qayerda u? Ana shu yerda. Yuri ketdi. Bu olib kiravering buni. Uzunligi zo'r ekan bu. Uzunligi ham zo'r. Qayerdan boflab qo'yibsiz-a? O'zingiz uchun allaqay olib kelib qo'yibsiz. Ha. Olib chiqaman hozir ko'rasiz, qo'rxona bilan Ha. chiqqanda ko'rasiz. Aysha, asha, ana chekka turibdi. Yo'q, olib chiqib qo'ying. Shuni men balki burib alohida qilayman. Ha, alohida qilaylik. Qara, ketdi mana. Ashuni ajratingchi mana shu. Ana, dog'li qadal turibdi Alisherxon. Ana, asha burini og'idagisi. Ana shu. Bular urushmayotgan sabab Yo'q. nima Zohid aka? Bunaqa gap ochig'i shunaqa zot ekanda uka bilan. Urushmaydi hozir. Qattiq urushmaydi bular. Ha, yuvosh. Bir qilib qo'ydi xolos. Ha. Bir erkakligini bildirib qo'ysa kerak edi. Shunga hayron qolyapman-da, urushmayotganiga bular. Ko'pchilik ham hozir hayron qoladi. 24 toshna. Zohid aka, bu hozir bularni so'liqqa tayyorlayapsiz-a, bu qo'chqorlarni. Hozir qanaqa yemlar beryapsiz bularga? Bunga faqat erta bilan beda, Aha. kechqurun beda, keyingisiga 10 qop arpaga 3 qop makka aralashtirganman. Aha. Ichini salqin saqlash shuni beraman. Aha. Ko'p hezlantirib teztirmaydi-da. Aha. Salqin ushlaydi, issiq olmaydi o'ziga. Ana shuni e'tiborga olamiz, ana Juda semirib ketmaganda sportivniy yurishdi-da qo'ydi. Tayyor bo'ladi-da, so'yish ham osonroq. Ha. Sog'liq qoidamizda mana avgust 20-dan o'sha qo'yish boshlaymiz, xudo. Avgust 20-dan, xudo xolasa. Xudo qo'yamiz. Xudo xolasa. Ina beda ham bitta bor. Mana ham bo'lachinasi mana shu. Hammasi ham bir-biridan zo'r. Endi Bu hozir ham qo'zi. bu juda ko'p ekan-ku qo'yingiz. Endi misol har dorib bo'lsa bitta ikkita sotaverasiz. Bemalol. Ha? Bemalol kelishgan hol sotamiz. Ha, kelinsa har dollar. Inshaalloh. Bizda anaka bitta buldozerlarning qasidan bor. Liniyasidaga u qiziq orqa oldida turibdi. Ha. Eshar, ha, turib vaqtga ketsiz. Ya, sariq ko'rsatib. Yo'q, ko'rinyapti, bo'ldi.
Bu ya mana alohida bir e'tibor bir alohida ajratsa Mana, ana mana, shu ashini mana. ko'ring deyapsiz. Sizlar bilib Mana oldilari ham shu shundoq zo'r. qaynatib, u ham endi ikki tishga chiqadi ashi. Ana shu bitta Alisherxon. Mana mana suv qilib beraman hozir. Ana. Qo'chqorlar uzunligini qarang, zoqdagi umuman zo'r O'shanga ekan. aytyapman, endi xudo Qo'zi xohlasa qo'ylarga. bu yana yangi boshlaganlarga qo'zini berishimiz ham mumkin. Ha. To'g'risini aytish kerak. Ha, qo'zilarni. Ha, qo'zilardan sochishimiz ham bu prosta bu yerdan hamma narsa erkak. 70% sog'liqli bo'lsa, bir 30% ga qo'chqori ham zo'r aytadi-da bu Qo'shish narsa. kerak, ya. To'g'rimi uka? Qo'chqorning genetikasi zo'r bo'lsa, har Ha, tortadi-da, genetika hali zo'r bo'lsa- dashi deydi-yu qo'ziga. O'ta go'zalligi, gapi qisqasi, men o'shanga ish qo'zib oldim o'sha. Oldi ham keng ekan u, rosa. Mana mana shu yerdan ko'ringda buni. Faqat to'ptingda, To'shini qarang. Mana qo'chqorni qarang. Bu endi ikkitaga chiqardi. Ikkita chiqardi. Tobida. Ha, ikkita. Ha, o'zi bo'ldi. Ikkita endi sevib yetkazibdi o'sha. Ash qo'chqor ham zo'r ekan, menga yoqdi. Oyog'i ham yo'g'on ekan. Baquvvatligi. To'shini qarang. Oh, Sizni qanaqangiz? Nepa beding bo'lsa shunaqa bu qizil sizga. ya mana peridoylari ham kuchli ekan, oldini qarang. Bo'yini qarang. Oldi juda kuchli ekan bu qo'chqor. O'sha ko'ra ajoyiblarimiz bitasi. Xuddi o'zlari. Ha, shu. Ochiqni aytaymi, mana shu qo'chqor yoqdi menga. Yoqdimi? Ha, mana sveti ham, oyog'ini yo'g'onligi ham, beli ham hamma yo'q o'zi zo'r ekan. Bilayman. Nimaga? Qo'chqoridan ham ko'ra mana mashina agarda irg'ochi so'liqlari tutsa shunaqa yo'g'on oldi. Shuni aytyapman-da. Siz yutug'ingizda shu. Ashuna. Davlat bosh qo'ylar, xullas. Ashanga Zo'r, zo'r. Barakasini bersin Zohid aka. Bu ham vistikadan qolmaydi. Ha? Hamma joyda ko'raman-da bu yerni. bo'laman deganda. Hozir qo'ylaringizni ko'ramiz-a? Ha, bilenka kirib bunaqa Yuragida muhabbati bor odammi? Ha. Qayga bo'lsa bo'ladi. Ketdi, ko'ramiz. Glavni yuragida muhabbat bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Muhabbat bo'lmasa, Ana shuning uchun mana uxlamayapman-ku. Ashi, rahmat. Mana shu aylanib yuraman. To'g'risida mana. Mana shu Mehnat qadrlab kelganingiz uchun ashuni ham o'tirib olaman. Rahmat, borlaringga shukr.